Voy adasi, hali ham o'tiribsizmi, ha? Siz o'tiravering faqat. Shu o'g'lingizga o'rgatmaysizmi hajabi? Mana bu chilikka ham hisobga bermabsiz. Uyga kirsangiz kechqurun tong qayib uxlaysiz. Mana bitta xotin ham bor demaysiz. O'zi sizga qattan ham tegdimi, ha? Shu bujonim olib bermaganda sizga tegmasdim. Shunday jonga tegib ketdingiz-da. O'g'lim, hoy dada, echki qani? Echki molxonada dada. Endi o'zingdan ko'r. Ha, hozir ko'rasan. Qani qayerga ketyapsiz? Sen uyda bo'lib tur, sen boradigan joyda. Men ham boray. Yur. Jonga tegdi bu xotin. Keyin go'zalim. Mana shu uy saniki endi. Faqat miyamni yemasang bo'ldi. Voy adasi, bu kim? Echkiga xotin olib keldi. Voy, bitta echkiga bitta xotinmi? Ha, uch quduqda berayotgan ekan. Voy adasi, endi nima qilaman? Sen menga aytding hech narsaga yaramaysan deb. Ana endi ko'rasan nimaga yarashdi. Yuring. Men sizni uylar bilan tanishtiray. Voy, endi nima qilaman? Qaytarib borib qo'ysa bitta echkini o'zim berardim.